Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə deyilən xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Express Tour'un 3 aprellik xəbəri görə Amerika Dövlət Müdafiə Universitetinin mölçəriçə Xitay Tayvanga təcavüz qilgandan keyin Xitay rəisi Xi Jinping Tayvanni Uyg'urlarni bostirishda qo'llangan o'xshash usulda tinchlandirishi mumkin ekan. Oldin Qatardagi Xitoyshunoslardan biri bo'lgan doktor Jonathan Ward bu haqda ogohlantirmoqda degan. Sharq Turkistonda Uyg'urlarni rahimsizlarcha bostirish tajribasiga ega yerim harbiy qismlar bo'ysundirilgandan keyingi Tayvanga avatilishi mumkin. Doktor Jonathan Ward Amerika Davlat Mudofaa Universiteti e'lon qilgan hujjatni naql keltirib, Xi Jinpingning Tayvanni ishg'ol qilishda Uyg'urlar qartilgan vahshiylarcha bostirish andisini ulgilishi mumkinligini bildirgan. Doktor Ward yana mundaq degan: "Qo'lg'us tajovuz jarayonida Xitoy ozodlik armiyasi yuqori qatlamdagi Tayvan rahbarlarini ujuqtirishga mas'ul bo'lsa, muvofiq muhit yaratilgandan keyin Sharq Turkistonda tajriba to'plagan yerim harbiy qismlar Tayvanga avatilishi mumkin." Xitoyning harbiy harakatga tayyorlik qilib atganligi jahon ahliga ma'lum. Xitoyning bu xil bo'lg'usi harbiy harakatlari 24 millionlik nüfusga ega Tayvanni qamal qilish, uningga tajovuz qilish va ishg'ol qilib olishni o'z ichiga olishi mumkin. Aynonius Tour'un 5 apreldagi xabarga ko'ra, Barin inqilobining 33 yilligini xotirlash munosabati bilan Bengaldagi turli tashkilotlar har xil faoliyatlarni uyushtirgan. Shularning ichida poytaxt Dakkada Bengal xalifalik tashkiloti maxsus yig'in uyushtirgan bo'lib, yig'inga mazkur tashkilotning rahbari Shahid Saydin Yusuf riyosatchilik qilgan. Yig'in jarayonida ishtirokchilar Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligini va begunoh Uyg'ur musulmonlar qilgan vahshiyliklarni ayblagan. Orqadan namoyish o'tkazilib, Uyg'urlarning nüfusini azaytish uchun Sharq Turkistonga Xitoy ko'chirish masalasi gavdalantirilgan va namoyishchilar Xitoy hukumatini bu xil harakatlarni to'xtatishga chaqirgan. Bengal xalifalik tashkiloti yana o'zining Sharq Turkiston xalqini qo'llaydiganligini bildirgan va xalqaro jamiyatni Uyg'ur musulmonlarining da'vosini qo'llashga chaqirgan. Urgotoshil Janata Frontimi Barin inqilobini xotirlash uchun da'vat va muhokama faoliyati uyushtirgan bo'lib, Islom nizomi tashkilotidagi Abdurashid Majumdir, Bengal xalifalik tashkilotidagi Abu Ja'far Kashimi, Bengal islom ulamolar jamiyatidagi Shohidul Islom, olamdagi hurlik jangchilari munbirining maslahatchisi Kabirul Islom va Bengaldagi Islom Hizbut tashkilotining muavin bosh kotibi Abdullah Yahya qatorliqlar mazkur faoliyatga qatnashgan. Mazkur faoliyatga qatnashgan va Xitoyning Uyg'ur musulmonlar qilgan vahshiyliklarni ayblagan. Bengal muhojir farovonlik va taraqqiyot komiteti Dakka universitetiga yaqin joyda namoyish va odam zanjiri tashkillagan. 200 dak namoyishchi tashviqot varaqchasi tarqatib, Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlar qilgan vahshiylikini boshqagan. Mazkur tashkilotning a'zolari yana Xitoy elchixonasiga aslatma topshirgan. Bloomberg Tour'un 5 apreldagi xabarga ko'ra, Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining 2022 yildagi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati o'zining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yo'shirish uchun YouTube'dagi ta'sirdor kanalchilardan foydalanmoqda ekan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining bildirishicha, mazkur kanallarning sohibi asosan Uyg'ur qizlar bo'lib, ular YouTube yo'llagan videolarning temasi kuchuklar, kirim buyumlari va sayli sayat qatorliq turli mazmunlarni o'z ichiga olgan. Halbuki qarmoqqa shaxslar tomonidan singilingan siyosat bilan aloqasida ko'rinadigan bu videoning orliqiga tuyuqsizlar, bu kishilar, ya'ni chet eldagilar bizga sababsiz tuhmat qildi degandek mazmunlar qistirilgan bo'lgan. Mushkil kanallardan birining egasi bo'lgan Kuli kanaliga 150 ming, Aytunam YouTube Abdushukur ismli yana bir aylanning kanaliga 40 ming kishi a'zo bo'lib, bu son chet elda faoliyat qilib o'tgan Uyg'ur tashkilot va shaxslarning mutlaq ko'pchiligining YouTube kanallaridagi a'zo sonidan oshib ketgan. Tahlilchilarning bildirishicha, bu Xitoyda cheklangan supaning Xitoy doiralarining irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirish uchun mujodala qilgan ideviy janggohga aylanganligini darak berdi ekan. Shu vajidan Uyg'ur faoliyatchilarining mushkil videolarning saxtaligini fosh qilgan yuqori sifatli tashviqot buyumlarini ko'plab ishlab chiqarish orqali Xitoyning saxta tashviqot mujodalasini bitchet qilish zarur ekan. Yarshar xabarlar Tour'un 5 apreldagi xabarga ko'ra, Kanadadagi Uyg'ur faoliyatchi Mehmet To'xtaga yillardan buyon Xitoy doiralarining tahdid telefonlari kelayotgan bo'lib, buning ichida uni eng beram qilgani uning opasiga va boshqa oila a'zolarining qazo qilganligi to'g'risida xabar bergan soqchining telefoni bo'lgan. Mehmet To'xta oshkor etilmoq telefon suhbati haqida mundaq degan: "Uning pozitsiyasi to'limi sipoy edi, ammo menga yetkazilgan uchirma nihoyat aniq edi. Ular menga opam va ikki singlimning qazo qilganligini, enimning yo'qolib ketganligini, tog'amning doktorxonada ekanligini aytdi." 2016 yilning oxirida Mehmet To'xtaning opasi bilan bo'lgan aloqasi uzilib qolgan bo'lib, ayni chaqda u Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilish va xo'rlash qilmishlarini ilgirgidimi bakrak bosh qilishga boshlagan edi. Uning bildirishicha, shuningdek keyin uning opasi va 37 nafar urug' tuqqani g'oyib bo'lgan. Mehmet To'xtaning nazarida bu Xitoy kompartiyasining agar ishingni davomlashtirsang, sen va birdan-bir navri tuqqaning o'xshash taqdirga duch kelishinglar mumkin degan aniq signalni berganligidir.
Mehmet To'xtaga o'xshash Xitoyga qarshi faoliyatchilar uchun parakendchilikka va tahdidga uchrash ularning xizmatining bir qismiga aylanib qolgan bo'lishqa, Kanadada yashayotgan Uyg'urlarning nurg'uni Xitoyga oshkora e'tiroz bildirmaslikka yo'l tutgan. Vankuverdagi Uyg'ur faoliyatchi Tornisa Matsidiqmo 2021-yili 8-oyda Mehmet To'xtanikiga o'xshash telefon kelgan bo'lib, qarshi taraf o'zining Xitoy saqchisi ekanligini bildirgandan keyin uningga inisining jazo lagerida o'ldirilganligini aytgan. Tornisa Matsidiqmo bu telefonning nimishqa oildagilardan emas, balki saqchidan kelganligini tushunamagan va bu xabarning chinligini dalillamagan. Halbuki Mehmet To'xti tag'isi bilan so'zlash orqali opasining va ikki singlisining rostliq qazo qilganligini dalillagan. Ammo bu ishning intayin gumonliq yeri shuki, tag'isi Mehmet To'xtiga opasi va singlilarining o'xshashla shamoldarab qolganlikdan o'lib ketganligini bildirgan. Departamentorning 7-apreldagi xabariga ko'ra, dunyo miqyosidagi Uyg'urlar 5-aprel Barin inqilobining 30-yilligini, ya'ni 1990-yili 4-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning Aqtu noyisi Barin bozorida Xitoy hokimiyatiga va armiyasiga qarshi qilingan qo'zg'olonni va shu jarayonda qazo qilganlarni xotirlagan. Shu qatorda Turkiyadagi Uyg'ur faoliyatchilar Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasining yonida Xitoyning vahshiy jinoyatlariga qarshi namoyish qilgan. Namoyish shu yer vaqti atigan soat 11 atrofida Qur'on tilovati bilan boshlangan. Namoyishda Sharq Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Odun va faoliyatchi Ömer Qarimlar so'z qilgan bo'lib, namoyishga 120 dak Uyg'ur qatnashgan. Buningdan sirt Qozog'istondagi Uyg'urlar va qozoqlarmi Almuta shahrida Barin inqilobini xotirlagan bo'lib, Almutadagi 200 nafar atrofida Uyg'ur va qozoq jamoati Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati tashkillangan Sharq Turkiston uchun iftor ziyofatida qatnashgan. Bu vaqtda Sharq Turkiston sürgün hukumati o'zining axborot e'lon qilish yig'inida bildirishicha, mazkur faoliyatning ishtirokchilari 1990-yili Sharq Turkistonda yuz bergan Barin inqilobini xotirlashdan boshqa, Xitoy Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan Uyg'ur, qozoq va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni gavdalantirgan va xalqning ozod bo'lishi uchun duo qilgan. Almutadagi qozoq va Uyg'ur jamoatchiligining a'zolari yana Sharq Turkistonning tarixi, Barin inqilobi, Xitoyda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va O'rta Osiyodagi Uyg'ur va qozoq jamoatchiligining ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi xalqni qo'llash sururligi haqida nutq so'zlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga aman.